Bugungi videoda siz bilan Denza B5 avtomobilini test drive qilib ko'ramiz. Ko'pchilikka bu mashinani ходовой sistemasi qiziq bo'lishi aniq. Shuning uchun bizni maxsus yo'llarimiz bor. Hozir ham masalan lejach politsiyskilarning ustidan o'tib ketyapmiz. Mashina deyarli lejach politsiyskilarni sezmaydi. Chunki bu mashinada aqlli intellektual podveska joylashtirilgan, ya'ni Disus P nomi bilan nomlanadi. Xo'p, bu podveska nimasi bilan boshqa podveskalardan farq qiladi yoki bo'lmasam pnevmalardan farq qiladi? Birinchidan, avtomatik tarzda bu podveska yo'lga moslashib ketadi. Ikkinchidan, bu podveska pnevma emas, gidravlika hisoblanadi va kuchliroq nagruzkalarda bu podveska o'zini ancha yaxshi ko'rsatib bera oladi. Hamda boya aytganimdek, intellektualniy podveska juda ham yumshoq o'tadi hamda lejach politsiyskilar yerdagi notekisliklarni umuman sezmaslikka sizga qo'l keladi. Hamda bu mashinaning podveskasini yumshoq qattiqligini regulirovka qilishingizdan tashqari baland pastligini ham regulirovka qila olasiz. Ya'ni bu podveska 14 sm balandga hamda 14 sm pastga sizni ko'tarib tushira oladi. Maxsus yo'llarimiz mashina o'zini juda ham yaxshi ko'rsatib beradi. Agarda mana shu videolarga ishonmaydigan odamlar bo'lsa, bemalol avtosalonimizga kelgan holatda avtomobillarimizni haydab, mana shunaqa yomon yo'llarda haydab ko'rib, o'zlari chin yurakdan haqiqatni sezib ko'rishlari mumkin. Avtomobil gibrid sistemasida ishlaydi hamda bu mashinada 842 ta ot kuchi mavjud. Bu degani salkam 3 tonnalik gavdasiga bu mashina 4-8 sekundda 0 dan 100 gacha tezlana oladi. Hozir esa sizga ozgina mashinani razgonini ko'rsatib o'taman. Bu razgon mashina uchun nimaga bunaqa yengil tuyulyapti desangiz, o'sha boya aytgan gapim. Mashinada ot kuchi ko'p. Bunaqa segmentdagi, ya'ni ham shaharga to'g'ri keladigan, ham off-road yo'llarida o'zini yaxshi ko'rsata oladigan avtomobillar orasida 860 ot kuchilik avtomobillar deyarli yo'q. Hamda bunaqa ot kuchiga ega bo'lgan mashinalar orasida narx jihatdan ham Denza B5 o'zini favorit qilib ko'rsata oladi. Agarda sizga ham Denza B5 avtomobili qiziq bo'ladigan bo'lsa, avtomobilni test drive qilib ko'rish xohishingiz bo'lsa, bemalol Denzaning Mirobod filiallariga murojaat qilgan holatda yoki bo'lmasa avtosalonimizga tashrif buyurib, o'zingiz bemalol mashinani haydab ko'rsangiz bo'ladi. 6 kilometrlik marshrutimiz bor. Undan tashqari mana shu maxsus poligonda mashinaning podveskasini tekshirib ko'rsangiz bo'ladi.